Hozirda umra yo'llanmasi Hamzada qoldi. Mana shu qutimizda orzular qutisi dedik. Kimnidirdi orzusida mana shu umraga borish. Mana yaxshi niyatlar bilan bir dona telefon nomer tashlagan ekansiz. Umra safariga yo'llanma chiqdi Hoji aka sizga. Rahmat. Nima maqsadlari bo'lsa, maqsadlarni Alloh taolo o'zlari bersin. Allohu akbar. Katta rahmat. Avvalambor xush kelibsizlar. Mana shunday bizga yutuqli tadbirlarda va o'sha mana omadli insonimizga bir dona umra yo'llanmasini bizga taqdim etib turgan mana shu yangi hayot do'koniga avvalambor qarsaklar choplaymiz. Qani olqishlab qo'yamiz. Xuddi shunday bilet sizga taqdim qilamiz. Ha? To'g'ri muhtasham treyler orqali mana umra safariga borib keldingiz. Bu yerdagi sharoitlar, yo'ldagi sharoitlar qanaqa bo'ldi? Nihoyatda zo'r, yaxshi, muhtasham joyga boringlar. Yaxshi ekan. Bu oddiy ko'rganimda uning javobini chiqaradi. Mana safar omalik mazza qildi. Mazza bo'ldi. Mazza bo'ldi. Oziq-ovqatlar, yotoqlar Hamma yo'q joyda. Bu oziq-ovqatlar nimalar zo'r. Xizmat ko'rsatilgan o'sha yerdagi domlalarimiz, yoshlarimiz ko'rsatyapti. Hammalari zo'r kunlari bo'lsin, ishlar bo'lsin. orzular qutisidan bitta insonni orzusini topib berasiz. Umra yo'llanmasiga bir kishilik yo'llanma. Bismillahirrohmanirrohim. Rosa nomerni ustiga bosishgan ekan o'zi ham. Qiynalib ochsin debdi. To'qson kodli 677 70 49. Omadli insonimiz bilan suhbatlashaylik. Chaqirdi. Va nihoyat chaqirdi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ismingiz nima ismingiz? Ismingizni o'zingiz tanishtiring. Sobir Akramjon Mirzaxonovich. Akram aka, sizga Xudo xolasa mana o'sha niyatlaringiz xolis ekan, umraga yo'llanma yutib oldingiz-ku. Alo. 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 Yaxshi joyingizni bor-a? Hozir yo'q. Pasportini so'ray bormi? Qizil pasport bormi? Hay, vaqtida endi qizil pasportni oling endi borib sirasi bo'lgan. Ha, ishimda. Ha, umraga yo'llanma yutib oldingiz-ku. Rahmatimiz ziyoda bo'lsin. Ezda Chimordagidagi yangi hayot 2 do'konimizga yetib keling. Xo'p, bo'ling. Xo'p. Xo'p. Xo'p, rahmat. Salomat bo'ling. Rahmatimiz ziyoda bo'lsin. Alloh sizga bandasi bo'ling iloyim. Ey Allohim, salomat. Qani qarshılarimiz, hoş geldinizler. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Baxtli ham bir. Mana shu qutimizda orzular qutisi dedik. Kimnidirdi orzusida mana shu umraga borish. Mana yaxshi niyatlar bilan bir dona telefon nomer tashlagan ekansiz. Umra safariga yo'llanma chiqibdi Hoji aka sizga. Rahmat.
Anjonlar sog' bo'lsin. Salomat bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling. Alloh sizga banda bo'ling. Hozir- Ikki dunyolar obod bo'lsin. Rahmat. Hozir mana shuncha sovg'alarimizni egalari shu yerda kutib turibdi. Birgalashib bularni jo'natsak-da, keyin sizga o'sha oliy yutug'imizni taqdim etamiz. Bo'ladimi? Rahmat, bo'ladi. Salomat bo'ling. Xo'p, bugun mana yangi hayot do'konimizda g'olib bo'lgan insonlar mana hammasi yetib kelishdi. O'sha oliy mukofotimiz Umra ziyoratini ham yutib olgan insonimiz, ya'ni Hamzani proparkasidagi yangi hayot bir do'konidan xarid qilgan insonimiz ham shu yerda. Avvalambor mana bir boshdan sekin astalik bilan mana shu insonni chaqirsak, ya'ni Orbagamizmi? 91lik 398 2101. Orbaga assalomu alaykum. Keling. Keling bu tomonga o'ting. Rostgina narsa olib, Xudoning qudrati bilan shu narsaga Allohim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shu do'konimizga kelib, do'konlarga kelib oluvlilar shu uzoqqa bormasdan o'zingizni yangi hayot, yangi nimasidan. Rahmat, sog' bo'lasiz. Salomat bo'ling. Mana shu sovg'amiz sizga ekan, hoji. Mayli, rahmat. Qo'shimcha bonusda bu olgan narsalarimiz. Hozir yangi zamonda shunaqa bonuslar ko'paygan. Ilohim. Ko'payaversin. Salomat bo'ling. Mana shu joyda orqaga ketib qolishimizda yo'q. Общий hamma bitta yoppasiga gruppovoy Bo'ldi. rasmga tushamiz. Xo'p, keyingi ishtirokchimiz. 1307. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi aka? O'zingizdan eshitiring. Bu Muzaffar Ibragimov shu yangi hayot ekanini so'rab turdim. Ilohim mana sekin astaligi bilan kattalashib boraversin, yutuqlarimiz. Nima xarid qilganingiz? Un olgansiz, a? Mana xudo xolasa, mana qishki mavsum 6 litrli tifalimiz. Qishda juda az qotadi bu. Tabriklaymiz. Salomat bo'ling, uzoq bo'lsin. Xo'p, keyingi yutug'imiz 0117. Kim kelgan 0117 ga? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Sog'ligingiz yaxshimi? Muhim ma'lumot bo'lsa gaplashib olavering. O'zingiz tanishtiring. Isroil. Aynan shu do'kondan un bilan yog' olgansiz. Yaxshi, mana sizga o'sha un bilan oq yog'ni bitta mont qilasiz, mont qozonda pishirib, birinchisini o'zimiz tatib, sinab beramiz. Bo'ladimi? Marhamat. Salomat bo'linglar. Xo'p, keyingi yutuq egalarimiz. Xo'p, 8137. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi aka? Tinchmisiz? O'zingiz tanishtiring. Hamzadan. Yaxshi. Hamzada endi gaz bor, hamma biladi. Endi baribir buni ham bir rojoyga borib qo'ysangiz ishlaydi bu ham. Ishlayolmay qo'yapti. Ha. Limitdan o'tib ketadigan paytda buni ishlatilaveradi. Qani salomat bo'ling. Mana shu sovg'amiz sizga. Qarsiylarimiz, muzikalarimiz ham yo'q qolyapti. Nima bo'lyapti? Xo'p, 51-58. Assalomu alaykum. O'zingiz tanishtiring. Hasanxon Qolmatov, Allohga qasam. Qaysi do'kondan xarid qilgansiz? Yangi hayotdan Chinorda. Chinordagi. Nima olgan edingiz? Mollarga, chorvalar. Chorva mahsulotlaridan olgansiz. Mana chorva mahsulotlarini olgansiz, bu bonus bu ham. Xo'jalikka asqotadigan. Yangi hayot, bu yangi hayotga bir qadam deydi-ku, mana sekin-sekin xudo xolasa sovg'alarimiz kattalashib boraveradi. Mana shu sovg'a siz uchun. Salomat bo'ling. Xo'p, endi 56:00 ga umuman tushib bo'lmadi. Bu endi egasi sekin o'zi topadi endi. Xo'p, bundan keyingisi 1997. 1997. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi aka? Tinchmisiz? O'zingiz tanishtiring. Men Ikromjon. Uzumchidan Ikromjon. Uzum uzyapman degan insonni akasi bo'lasiz. Uyimga chiqqan ekan. Aha. Nima olishgan endi bu yerdan? Xabaringiz bormi? Yo'q, mahsulotni olishgan. Aha. Demak, mana ro'zg'orbob pilisosimiz hozirgi kunda eng trenddagi pilisoslarimiz-dan. Mana shu pilisos siz uchun sovg'a. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Qani, ko'ramiz.
umra safariga yo'llanmani Hamza Prabarka hududidan Akramjon akamizda. Akramjon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizda bo'lsin, muborak bo'lsin. Tanajonlar sog' bo'lsin, umrlar ziyoda bo'lsin. Salomat bo'ling. O'zingizni to'liq endi tanishtirib qo'yasiz. Men Hamza shahri Obod mahalla fuqarolariga xizmatdaman. Sobirov Akramjon Mirzoni kamalida. Yangi hayot do'konlarini birinchisidan Xarid xarid qilgansiz. Nimalar olgansiz? Un mahsulotlari, yem mahsulotlari olaman. Ko'proq chorvalash qilamiz. Oilamizga Demak, doimiy klient. doimiy keladi. Rahmat. Bir marta tashlanganmi endi nomer yo'q, bir ikki marta tashlanganmi endi xarid qilinganda, mana shu bir oy mobaynida. Bir oy ichida o'zimnikdan bir marta tashladim, o'g'illarnikidan boshqa tashladim. Demak, o'z nomeringiz bitta. Ha, bitta o'zim. Salomat bo'ling. Mana o'sha yangi hayot do'konlar tarmog'i Oltiariq tumanimizda 3 ta joyda joylashgan. Ya'ni aholimiz uchun ham bir qulaylik yaratish maqsadida dastavkalarini bepul qilib qo'yishgan. Telefon orqali telefon qilsa, bemalol uyigacha yetkazib berilyapti. Mana shunaqangi sizga o'xshagan doimiy klientlarimiz uchun bir yutuqlarimiz bo'lyapti. Mana siz o'sha aynan sizning nomeringiz yutuqli tarmoqlar mana shu nomerlaringiz ichidan omadli raqam sifatida tanlab olindi. Mana shu umra yo'llanmasi sizga muborak bo'lsin. Rahmat. Qani qarshilarimiz. Rahmat. Ikki dunyolar obod bo'lsin doim. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Taassurotlar qanaqa bo'ldi endi bir telefon qilib umra yo'llanma yutib oldingiz deganda? O'zimga sig'madi. To'g'risi o'zimga sig'madi. Onamdan qolgan onamni yodgorlik qilib borib ko'rdi. Xudoyim taolo bir bersa meni beraman degan ekan. Albatta. Hattoki bugungi tushimga to'g'risini aytay, baliq kirgan ekan. Ana. Holat aslida nimasan? Buni ajri katta dedi. Shu gapni ustidan sirasi telefon qildilar. Ana. Telefonda eshittirib, o'zimga sig'mam yig'lab yubordi. El yurt xizmatini qilamiz. Raisimiz Dilmurodjon bor. Karmakam domlalar, rahmatli domlalar juda katta duo qilishdi. Shularda duo qilgan ijobat bo'ldi ishga. Mana Yo'llanma yetkizyapti. Yo'llanma bo'ldi. Allohimga adab shukr bo'lsin. Barchalarga rahmat. Salomat bo'ling. Hammani shunaqa nasib qilsin. Salomat bo'ling. Xudo xohlasa mana keyingi oyimizning yakunida ham sizga o'xshagan bir omadli insonga mana shunaqangi umra yo'llanmasini taqdim etamiz. Aziz Oltiariq ahli, hali mana yangi oyda yangi mavsum boshlanyapti. Yana xuddi shunday sovg'alarimiz va bir kishiga umra yo'llanmasi yana taqdim etiladi. Xudo xohlasa bungacha Hoji akamiz umralarda ado qilib, eson-omon yurtimizga qaytib kelishsa-da, 3-chi Hoji akamizni siz tanlab berasiz endi. Sizni chaqiramiz, tantanali ravishda mehmonimiz bo'lib ketasiz shu yerda. Iloyim. Kelishimga chiroyli mehmon qilaman. Barchalarni kutib olasizlar. Ashadda bayram. Xudo xolasa. Ketishda kelishda bayram. Xo'p, mana tadbirimizni yakunlab oldik. Xudo xolasa mana tadbirimiz ishtirokchilari va g'oliblari mana bir joyga jamlandi. Oltiariq tumanimizning har burchagidan, har xil joylaridan g'oliblarimiz bor. Kelasi oyda ham xuddi shunaqangi sovg'alarimizni sizlarga taqdim etamiz. Hozirda umra yo'llanmasi Hamzada qoldi. Suyunga beradim. Bo'pti. Hojiboy yutganlar bitta chiroyli duo qilib qo'yingchi. Ha, iloyim. Mana umra safar qilishlikka mana undaqa o'yinlarda mana ko'rsatib qo'yibmiz. Iloyim mana shu yutganlarda umra amalini Alloh taolo dargohida mag'firat qilsin. Mashkargohda boshlariga soyabon qilsin. Nima maqsadlari bo'lsa, maqsadlarini Alloh taolo o'zlari bersin. Allohu akbar. Katta rahmat. Qani jonlar sog' bo'lsin.